BDT'da Uyg'urni qo'llagan 22 davlat va musulmon davlatlarning sukuti. Abdori Asiya Uyg'ur. BDT'ning kishilik huquq kengashi qarmig'idagi 22 a'zo davlat 10 iyul birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini Uyg'ur diyardagi Uyg'urlarni nishon qilgan zo'r ko'lamlik tutqun va ziyonkashlik qilmishlarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Bu davlatlar Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Kanada, Denmark, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, İslandiya, İrlandiya, Yaponiya, Latviya, Litva, Lüksemburg, Gollandiya, Yeni Zelandiya, Norvegiya, İspaniya, Şvetsiya va Shvetsariyalardan iborat bo'lib, bularning orasida Amerika yo'q. Bundaq bo'lishidagi sabab Amerika o'tgan yili BDT'ning kishilik huquq komiteti funksiyasini yo'qotdi deb qarg'anligi sabab chekinib chiqqan edi. Bu birlashma chaqiriq e'lon qilinib atsila, ya'ni 11 iyul kuni Xitoyning zuvani bo'lgan Yer shari vaqt gezdi. Bu 22 davlat dunyoga vakillik qila olmaydi. Ular faqat bir qism davlatlar nomida maxsus bosh maqola e'lon qilib, Xitoy hukumatining vatanimizda xalqimizni millat bo'yicha kollektiv lagerlarga qamab, barliq insonlik haq-huquqlardan ayirib tashlab, irqiy qirg'inchilik qilish jinoyatlarini, terrorizmga qarshi turish, radikallikni yo'qotish uchun elib borgan eng unumlik harakat deb pardozlash bilan birga Uyg'urlar qayta tarbiyalanganligi sabab bu yil terrorlik voqealari faqatli yuz bermasdan jamiyat amonligida alohida yaxshilanish ko'rilganligini, shundaqla Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan elib borgan bu qayta tarbiyalash harakatining dunyodagi taraqqiy qilayotgan davlatlarning va zo'r ko'p sonliq musulmon davlatlarning yaxshi bahosi va qizg'in qo'llashiga erishganligini faxrlanish ichida tilga olgan. Yer shari vaqt gezdining bu bosh maqolasiga tushgan inkaslar 13,300 ga yaqin bo'lib, 22 davlatning birlashma bayonotining Xitoyni to'liq rahatsiz qilganligini bu maqola va inkaslardan ko'rib olamiz. Undaqda bu 22 davlat rastilla Xitoy aytgandek dunyoga vakillik qila olmamdi. Bu haqda Xitoy ziyolisi Chimpu Kong apandi mundaq degan bo'lib, Xitoy Kommunistik partiyasining 90 million partiya a'zosi butkul Jungo xalqining irodasiga vakillik qila oladi ekanu. 22 davlatning 500 million aholisi nemishqa dunyoga vakillik qila olmagudak. U yana musulmon allarining bu 22 davlat orasida bo'la olmaganligi va Uyg'urlar uchirgan zulmlarga sukut qilishidagi sabablarni mundaq necha nuqtalarga yig'inchoqlagan bo'lib, musulmon allari aslida Xitoy hokimiyati bilan xarakter jihatda o'xshash bo'lib, asosan mustabid davlatlar.
Yana bir qism musulmon davlatlar bo'lsa, Xitoyning pulini olgan. Foydasini ko'rganlik sabab yeganning tili qisqa, olganning qo'li bo'lib, gap qilishni xohlasimi, sukut qilishga majbur bo'lgan. Yana bir qism musulmon davlatlar bo'lsa, lükçek davlatlar qatoridan bo'lib, bu xil davlatlar uchun musulmon qarindoshlari ustidagi mas'uliyatga qaraganda shaxsiy manfaati ustun hisoblanadi. Mana shundaq sabablar tufayli butkul musulmon davlatlari Uyg'ur diniy qarindoshlari uchirgan zulmga nomussizlarcha kollektiv sukut qilishni tanladi. Shundaq. Hayron qolarliqi Xitoy bizni diniy oshqunlik bilan ayblab, masjidlarimizni chiqib, diniy e'tiqodlarimizni cheklab, Qur'onlarimizni ko'ydirib, bizgila emas, butkul musulmon dunyosiga haqorat qilayotgan bo'lsa-mu? Lekin musulmon dunyosi bu haqoratni ko'tirdi va bu zulm oldida musulmon qarindoshi ustidagi mas'uliyatidan o'zini qochirdi. Bu mas'uliyat tuyg'usi o'z e'tiqodi uchun, musulmonlik uchun issiq qonlar bilan barliq musulmon qarindoshlarining tuproqlarida jon berishga rozi bo'lgan Uyg'urning islom so'ygisi va sadoqati sabablik dindoshlarni ta'sirlantirolmadiki, aksicha pul va manfaat oldida hech nimaga arzimadi. Biz hatto musulmonlik uchun Falastinga yosh to'kib, g'arb dunyosini ayblashni to'g'ri ko'rgan edikki, irqiy qirg'inchilikqa uchrab boqqan va keyin o'zlarining kuchli davlatini qurib chiqargan Yahudilarning biz uchun yosh to'kadiganligini, bizning bayrog'imizni ko'tarib, biz uchun Xitoyga qarshi ko'chalarga chiqishini xiyolimizga keltirolmagan edik. Lekin bugun ko'rdikki, biz uchun Xitoyga qarshi chiqqani falastinliklar emas, musulmon davlatlarmi emas, balki g'arb allari bo'ldi. Yer shari vaqt gazetidagi bu bosh maqolaning oxirida mundaq qurlar bayon qilingan bo'lib, 5 iyul Urumchi qirg'inchiligi, 28 iyul Yakan Elishqu qirg'inchiligi, Kunming poyez stansiyasidagi odam chanash voqeasi qatorliq mushu qonliq qirg'inchiliklar yuz berganda bizning odamlarimiz, ya'ni Xitoylarni demakchi, ular tarafidan chepilib o'ltirilish oldida chorsiz qolganda g'arbliklar qayerda edi? Jungoliklar Xinjiangni qandoq boshqarishni obdan biladi deganlarni yozgan bo'lib, bu yerda ular Uyg'urlarga bo'lgan milliy o'chmanlikni aniq ifodalash bilan birga Jungoliklar Xinjiangni qandoq idora qilishni biladi degan so'zni ishiltish orqali Xinjiang deb atilib qolgan bu Uyg'ur vatanining Xitoyga tava emasligini o'z og'zi bilan xalqaraga jakarlagan. Biz ko'p hollarda o'zimiz uchirgan bu zulmlarni musulmon bo'lganligimiz uchun degan sababga bakrak moyil bo'lib kelgan edik. Lekin bugungi reallik shuni isbotladiki, Xitoy hukumati musulmonlarga yoki islom diniga o'ch emas, balki bu zaminning haqiqiy egasi bo'lgan Uyg'urlarga o'ch. Terrorlik tashkilotlari faqat Xitoyni hujum nishoni qilmasala, Xitoy hukumati ularni pul va
qurollar bilan ta'minlaydi. Faqat Xitoyning manfaatiga daxli ta'ruz qilmasila. Xitoy hukumati xalqaro terrorlik tashkilotlarining har qanday harakatlarini qo'llaydi va shunday qilib keldi. Shu sabab musulmonlarga qilingan zulmni bahona qilib 11-sentabr vaqasidagi terrorlik harakatlarini sodir qila olgan terrorchilar Uyg'urlarga qilingan zulmlarga sukut qildi. Darvaqa Xitoy toki bugungacha musulmonga qilgan zulmlar sababli musulmon atalgan terror tashkilotlarining hech qanday terrorlik hujumiga uchrab boqmadi. Amaliyotda haqiqiy ma'nodagi davlat terrorligini Xitoy Kommunist partiyasi hokimiyat kuchidan foydalanib Uyg'urlarga yurgizib Uyg'urlar duch kelgan bu qirg'inchilik qarmoqqa hammaga o'rtaqdek ko'rinsimi, lekin Uyg'urlarga qartilgan zulmning Uyg'urni Sharq Turkiston atalgan bu zamindan pokiz yo'qotish yoki milliy kimligini Jonghua millatiga o'zgartirib o'tish ekanligi bara-bara oydinlashyapti. Chunki 1949-yildan keyinmi Xitoy mustamlikasiga bo'ysunmay izchil mustaqil davlatini qaytarib elishni orzu qilib kelgan va Xitoy hukumati bilan izchil jon tikib qarshilik bildirgan, qon va jonlarni o'z haqlari uchun qurbon qilgani dal Uyg'urlar edi. Agar u zaminning asosli aholisi bo'lgan Uyg'ur degan millat yo'qolsa, keyin mayli Xitoyda qandaq tuzilma o'zgarishi yuz bersin yoki demokratik Xitoy Jumhuriyatiga aylansimi, Xitoydan ayrilib mustaqillik talab qiladigan bir xalqning qayta maydonga chiqishi ancha mumkin emasligiga Xitoy ishongan edi. Gerçi bizden keyin boshqa millat va boshqa diniy e'tiqoddagilarga turli zulm siyosatlarini yurgizgan bo'lsa-mu, ammo bizga qartilg'ini milliy o'chmanlik bilan yo'g'rilgan siyosiy badnomlar ostida tariximiz, madaniyatimiz, urf-odatimiz, diniy va milliy kimligimizga qilingan tajovuzlarni bo'lmasdan, balki millatning jon tomiri bo'lgan ziyolilarimizni, ma'rifimizni, tilimizni va kelgusimiz bo'lgan farzandlarimizni yo'qotish bo'lib, bu yo'qotish bizni hayotlik bilan o'lim orasidagi eng oxirgi tirkish pallasiga elib keldi. Biz umid kutgan, ishongan qarindoshlarimizning sukuti bizni umidsizlantirgan va g'azablantirgan bo'lsa, g'arb allarining adolat uchun ko'krak kerib maydonga chiqishi bizga boshqacha umid bag'ishildi. Demak, biz yolg'iz emas. Biz tashlanib qolmadik. Chunki insoniyatning bir qismi bo'lmish Uyg'urning taqdiri insoniyatning taqdiri bilan chambarchas bog'langan. Uyg'urlarga qilingan irqiy qirg'inchilik butkul dunyoni demokratiyaga yetaklashni maqsad qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'rtaq qimmat qarashlarini dafsanda qilgan edi. Xalqaro qonun va xalqaroda yuz bergan yaqinqi zamondagi mustaqil bo'lgan xalqlarning mustaqillik kurashlari va Hong Kong Tayvanliklarning mustaqillikka bo'lgan intilishlari, hatto
butunlay yo'qolgan millat deb qaralgan va o'z yeziqini dunyo bo'yicha faqat 2 odam saqlab qolgan. Asosan Xitoylashgan Manjularningmi Xitoydan ayrilib mustaqil Manjuriya davlatini asliga keltirish uchun atlanganligiga sabab bo'lgan omillar ustida izlanishga boshladim. Bu jarayonda shuni bayqadimki, aslida mustaqillik talab qilish har bir millatning haqqi bo'lib, faqat dunyoning tinch taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatmasligi uchunla demokratik ellarda, demokratik tuzumda haq huquqlari to'liq kapolatga ega qilinib yashayotgan, zulmga uchramagan millatlarning mustaqillik talablari qo'llashga erishalmagan. Masalan, Kataloniyaliklarning mustaqilligi dal mushu sabab qo'llashga erishalmagan. Ammo Kosovoliklar garchi zimin egillari bo'lmasa-mu, ularning Serbiya davlatidan ayrilib chiqib, mustaqil davlat bo'lishini faqat ular irqiy qirg'inchilikqa uchraganligi sabab dunyo qo'llagan va ular mustaqil bo'la olgan. Kosovoliklarning mustaqil bo'la olishi Hong Kong va Tayvanliklarning mustaqil bo'la oladiganligiga zo'r umid bag'ishlagan bo'lib, ularning mustaqillik shuarlarini kuchab to'lashlardan mustaqillikning biz yetkili bo'lmaydigan davom emasligini his qila olamiz albatta. Chunki biz zulmga uchirdik. Irqiy qirg'inchilik qilindik, ezildik va yo'qotildik. Eng muhimi biz u zaminning haqiqiy egallari edik. Bizning o zaminda Xitoyning mustamlikasi ostida erkin yashash imkoniyatlarimiz butunlay kesib tashlangan va mushundaq zulmlarga uchirgan bir millat bo'lish supatimizda albatta BDTning kishilik huquq xitobnomasi va mustamlika ostidagi millatlarning mustaqillik xitobnomasining ro'yiga asosan Xitoydan uzil kesil ada-juda bo'lish yo'lini tanlashimiz hozirgi amaliyatimizga uyg'un keladi. Mayli Xitoy vayron bo'lsin yoki bo'lmasin, demokratik tuzumga o'tsin va yoki o'tmasin, faqat biz izchil tirishchanlik ko'rsatsak-la, qutulish biz uchun mumkin bo'lmaydigan tush emas. Tugidi. 2019 yil 12 iyul